2015 yılı 3. ayının 1. günü Avrupa Şarq Türkistan Ma'arif Cemiyeti'de cem bolğan Gollandiyadagi Uyg'urlar Yamandagi siyosiy o'zgarishlarning tarixi bilan qisqacha tanishib chiqdi va Gollandiyadagi boj ishlariga aloqador iqtisodiy qonunlar haqidagi tushunchalarni yangiladi. Oldi bilan mazkur jamiyatning mas'uli Isa Qarajimning tayyorlashida Yaman davlatining tarixi bilan tanishib chiqqan faoliyat ahli Yamandagi inqilobchi guruhlar taraqqiyotining ichki tashqi omillarini ona vatanining ozodligi bilan birlashtirib muzokara qildi va fikr almashtirdi. Jamoat mazkur jamiyat tarafidan alohida taklif qilingan iqtisodiy haqlar mutaxassisi Yusuf Aqtosh afandining taqdim qilishida Gollandiyadagi boj ishlariga aloqador tushunchani yangiladi. Yusuf Aqtosh apandi 2 yil ilgari bu jamiyatga bir qatim kelib, bu haqda savod anglatgan edi. Yusuf Aqtosh apandi faoliyat ahliga yana Sharq Turkistonning istiqboli uchun Uyg'ur qarindoshlari bilan bir safda turadiganligini, g'alabining ittifoqlik va to'g'riliqqa bog'liq ekanligini ta'kidladi va barliq qarindoshlarni iymon islomning shartlariga uyg'un yashashga chaqirib, otlarcha nasihat qildi. Faoliyat oxirida ishtirokchilar Yusuf Aqtosh afandidan o'zlari duch kelgan masalalar haqida savollar so'rab, qanoatlanarli javobni oldi. Faoliyat shu yer vaqti tushdan keyin birda boshlanib, kech soat 7 ga qadar davom qildi. Ziyoratimizni qabul qilganlar o'zlarining yurak so'zlarini aytdi. Burunqidagi suhbatlarimizga o'xshash yaxshi bir suhbat elib berildi. Bu yerda bir dars bo'ldi. Bugun anaqi bir ko'ngillik, ahmetlik faoliyat bo'ldi deb o'ylayman. Ondan sirtda mishadiki qarindoshlar bilan o'zaro paramlashib, ko'ngilishib, bir xil ko'ngilozatchiligi bo'ldi deb o'ylayman. Aqsat bo'lsin. Kuch chiqarib javob chekkan ustozlarga tashakkurimni deyishni istayman. Ya'ni shu jamiyatningki ijtimoiy ishlar olsun, bolalarni tarbiyalash. Yamanning tarixini qisqacha anlatgan bo'ldi, darslik qilib. Buning maqsad modda haqida ko'rilmanlarimizga bir ochiqlik bergan bo'lsak. Va alaykum assalom bo'ldi. Yamanninki qisqacha tarixini ham zamonimizda bo'layotgan siyosiy tarixini anglashimizga sabab Yamanda bo'lgan o'zgarishlarni xalqimizga taqdim qilish orqali xalqimizningki masalalarga dunyoviy ko'z bilan qarash engini ulg'aytirish uchun shu programmani tuzib chiqdik. Oldimizda inshaalloh Yusuf Aqtosh apandimi bugungi bu faoliyatda Uyg'ur qarindoshlar bilan daqanda bo'lishdan olgan dil huzurini radio anglovchilarimiz bilan o'rtoqlashdi. Kucaklaşmak, selamlaşmak. Her ayning 5 yoki oxiridagi yakshanba kunlari bir qatimdan davom qilib kelayotgan oylik suhbat faoliyati Avrupa Sharq Turkiston Ma'arif Jamiyetining yillardan beri izchil davom qilib kelayotgan xizmatlaridan biri bo'lib, uningda milliy va diniy kimlikni joriy qildirishga foydali tavsiyalar, tarixga oid qimmatli yordamlar va bugungi hayotga aloqador real masalalarni muzokara qilish va o'rganish, vatandoshlar aro erkin suhbat bilan qarindoshlik munosabatlarini kuchaytirishdek ahamiyatli programmalar asos qilinib kelmoqda.